Yana bir bora assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Davlatim otam, jannatim onam loyihasi davom etar ekan. Bugun yurtimiz bo'ylab mana bugun erta xudo xolasa 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni nishonlanadi. Men shu borada ham ota, ham ona, ham ustoz bo'lib farzandlarga to'g'ri yo'l ko'rsatgan Diloramxon onajonimizni jamoamiz bilan birgalikda farzandlarini chiroyli niyatlar bilan yo'qlab keldik. Onajonimizga uzoq umr, sihat salomatlik tilab qolamiz. Doimo farzandlaringizni baxtli, quvonchli kunlarini ko'rib yurishlik nasib qilsin. Alloh bergan farzandlarni duogo'yisi bo'lib, ular rohatni ko'rib yurishlik sizga nasib qilsin. Onajon sizni farzandlaringiz yaxshi ko'radi. Bugun xudo xolasa siz uchun atalgan eng chiroyli niyatlarimiz, tabrik so'zlarimiz bor. Mana shu chiroyli gullar sizga doim guldek ochilib yuring. Baxtimizga sog' bo'ling. Biz esa sizni xursand qilishda boshlaymiz. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi? Do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tarkin qani kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Yana bir bora assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Jannatim onam loyihasi davom etar ekan. Bugun ulug' yoshdan siz bilan biz bilan birgalikda qarshi olayotgan mehribon onajonimizni baxtli kunlarda turibmiz. Eng baxtli lahzalar qaysi lahzalar? Ona bilan o'tkazgan damlar baxtli lahzalar. Chunki farzandlaringiz baxtli, yonida sizdek duogo'y onalari bor. Diloramxon ona bugungi baxtli kunlaringiz muborak bo'lsin. Ko'p yillar bolajonlaringizni baxtiga, farzandlaringizni, nabiralaringizni baxtiga sog' bo'ling. Alloh bergan o'g'il qizlaringizni rohatini ko'ring. Ilohim xudo xolasa o'zbegimizda bir maqol bor, to'y qilaverib jigarlaring ezilib kelsa ham to'y qilaveringlar. Yaxshi kunlar ko'p bo'lib, mana shu o'ynaqilab yurgan bolalarni hali to'ylarini, nikoh oqshomlarini o'tkazishligida birga turishlik bizga ham nasib qilsin. Onajon ruxsat bersangiz shu bolajonlaringizni chiroyli bir tabrik so'zlar bor. Mana shu tabrik so'zlarni o'qib bersam, undan keyin o'zlaridan ham yuraklaridan bir tabriklarini eshitamiz. Assalomu alaykum.
jannat iforim, mehribonim, nur yuzligim farishtagina onajonim. Bizni vujudida 9 oy ko'tarib yurib, qiynalib yurib dunyoga keltirgan mehribon onam. Voyaga yetkizgan, yemay yedirgan, kiymay kiydirgan, borini bergan, chiroyini bergan, mehrini bergan jonim onam. Onajonim, hech qachon yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Bolam, hech qachon kasal bo'ldim demang. Doimo baxtimizga sog' bo'lib yuring. Ona bo'lib yana ham onani qadrini bildik. Jonim onam, Alloh menga qayta dunyoga kelish imkoniyatini berganda faqat sizni ona deb tanlagan bo'lar edim. Jonim onam, bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Allohim hojilarga har bitta farzandingiz bilan birga borishlikni nasib qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Doimo baxtimizga sog' bo'ling. Onajonim, durdonam meni, yagonam. Meni xonadonimda onajonim bor, farishtam bor. Onajonim, doimo baxtimizga sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz. Bugungi chiroyli tabrik so'zlarimizni o'g'illaringiz Avazbek akamiz nomidan, Oybek akamiz nomidan, Otabek akamiz nomidan, qizlaringiz Navro'zaxon nomidan, kelinlaringiz Matlubaxon, Gulshodaxon, Matlubaxonlar nomidan va eng asosiysi mana shu ko'z qora nima deydi, farzandlaringizdan ham shirin bo'lib qolgan nabiralaringiz nomidan, mana yonimizda opa-singillaringiz, yaqinlaringiz, qo'shnijonlar turishibdi, ular nomidan bizni ko'rsatuvimizni tomosha qilib turgan, onasini sog'inganlar, musofirda yurganlar, hammalaring nomidan tabriklaymiz. Onani va bolani begonasi bo'lmaydi deydi. Onajon, mana bayram arafasida shukrona kuningizni nishonlayapmiz. O'zi har bitta ona ustoz, har bitta ona murabbiy. Chunki farzandiga birinchi bo'lib to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Kechalari bedor bo'lib beshigimizni quchgansizlar. Mayli bolam yaxshi orom olsin deb o'zlaringni shirin uyqularingdan voz kechgansizlar. Hammasi uchun ba'zida bolalik qilib, ba'zida erkalik qilib sizni ranjib qo'ygan bo'lsak, bilib bilmasdan ko'nglingizni og'ritgan bo'lsak, bugun mana shu bizni ko'rib turganlar ichida, yaqinlar ichida sizdan uzr so'ramoqchimiz. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, guldiroz qarsigila bo'lsin. Endi tilaklar ko'p onalar uchun, har qancha tilaklar bildirsak bas. Siz mana shu bolajonlaringiz baxtiga doimo sog' bo'lsangiz bo'ldi. Eng katta boylik sog'likda. Siz Xudo xolasa to'ylarda, yaxshilik kunlarda duogo'y bo'lib turib bersangiz bo'ldi. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning to'g'risiz. Olam aro mehrda onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Endi bolajoningizni berib turing. Ayajonim tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Ilohim bizni baxtimizga sog' bo'lishsin. Ham ona, ham ota bo'lib bitta o'zlari qiyinchilikda katta qilishdi bizni. Ilohim bundan bag'iga biz rohatimizni ko'rishsin, sog' bo'lishsin. Bilib bilmay sizni ranjitgan paytlarimiz bo'lgan. Ayajon, bizni kechiring. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Men ham onamga baxt tilayman, sog' bo'lsin. Meni ustozim bo'lishgan, bilmaganim deb o'rgatishgan. O'rtaqdek bo'lib, sirdosh bo'lib, hozirgacha onam bilan gapim tugamaydi. Ilohim onajonim yuzga kiring, hech qachon kasal bo'lmang.
to'ylarimizga o'zingiz bosh bo'l. Suyanchig'imizsiz, onajonim, bilib bilmay. Dilingizda og'ritgan bo'lsam uzr, onajonim, kechiring meni. Go'zal tilaklar, go'zal tilaklar. Ilohim yuzga kiring, birgalikda hojilarga olib borib Kabatullohni aylantirish menga ham nasib qilsin. Sizni onajonim, sizga ham, bizga ham, hammamizga baravar nasib qilsin Allohim. O'sha yerlarda duolaringizni olib kelishdi. Orzu qilaman. Sog' bo'ling. Qarsak balandroq bo'lsin. Mazza tabriklar bo'lyapti. Onaga o'zi hech qanaqa sovg'a kerak emas. Ikki og'zim sizni yaxshi ko'raman desangiz, o'sha kuni o'sha onadan baxtli ona bo'lmaydi, marhamat. Jon tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz bundan ham uzun bo'lsin. Baxtimizga sog' salomat yuring, hech ham kasal bo'lmang endi. Tuzalib ketganingiz rost bo'lsin. Musofirda yurgan o'g'lilaringiz nomidan ham tabriklayman. Baxtimizga sog' salomat bo'ling. Arsigilar bo'lsin. Eslayman. Mana aytasanmi-ku? Sizni yaxshi ko'raman. Ana. Rahmat. Kasal bo'lmay sizni yaxshi ko'raman deyshaqani. Jon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim yuz yoshlarga kiring, ilohim doim kulib yuring, doim hech qachon kasal bo'lmang. Ilohim baxtimizga sog' bo'ling. Hech qachon ko'zlaringizdan yoshlar oqmasin, doim kulib yashang, ilohim. Qarsigilar bo'lsin. Azizlar, bugun bizni safarda ko'rayotgan onajonimiz o'g'illari, mana onajonlaringni xudo xolasa singillaring va ahli ayollaring birgalikda chiroyli qilib xudo xolasa ko'ngillarini oldik. Onajon yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Siz haqingizda qizlaringiz yozganda to'g'risi bir chiroyli she'r yozishgan ekan, to'lqinlanib buni o'qolmadim. Sababi bizni onamiz ham ota bo'lgan, ham ona bo'lgan, kerak bo'lsa qalqonimiz bo'lgan. Juda ko'p siz haqingizda gaplashdik. Alloh mana shunaqa bir sabr berganiga, matonat berganiga farzandlaringiz shukrona keltirib bugun tilaklarini bildirishyapti. Kayfiyat ko'tarildimi? Taassurotlar qanday bo'ldi? Judayam. Xursand bo'ldingizmi? Rahmat hammalaringga, uzoq yaqindan kelgan mehmonlarga. 3 ta kelin, bitta qizim bor. Kelin demayman, bular hammasi qizim. 4 ta qiz ekan-da. 4 ta qiz, 4 ta o'g'il. Allohga beadad shukronalar bo'lsin. Ilohim hammalarini umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Bolalarini orzu havaslarini ko'rishsin. Hojilarga borish bilan nasib qilsin, to'ylar qilishsin, to'ylarni to'g'risida duogo'y bo'lib o'tiring ilohim. Hammalariga baxt tilayman, bolalari ahli mo'min bo'lsin, o'qimishli, ziyoli bo'lsin. Men o'zim o'qituvchi edim, pensiyaga chiqqanman. Ertaga o'qituvchilar kuni bilan hamma o'qituvchilarimizni O'zbekiston Qaysi maktabda ishlagansiz? Men shu yerda 11-maktab. 11-maktabda ishlaganlar, hozir ishlayotganlar va 11-maktab sobiq o'quvchilari mana ustozimizdan hamkasblarga tabrik va bu videomizni ko'rsalaring ustozni bayram bilan tabriklab qo'yaverasizlar. Hammalarni chin yurakdan tabriklayman. Mashaqqatli ishlarida omadlar tilayman. Bolalarimiz aqlli, dono, xushli bo'lsin. Zamonimiz tinch bo'lsin. Allohim xayr baraka bersin. Tinchlik birinchi o'rinda, sog'lik birinchi o'rinda. Qolgan hamma narsa Allohdan kelaveradi. Allohga shukr, beadad shukr, shukrlarni nasib qilganiga ilohim. O'qituvchi ishlab oyligiga mashina olmasligi mumkin, lekin o'quvchim, shogirdim yaxshi yashasin, yaxshi joyda ishlasin deb harakat qiladi. O'qituvchi boy bo'lmasligi mumkin, lekin bolalarim, yurtim, ravnaqim gullab yashnasin deb chiroyidan kechadi. O'zini bolasini tarbiyasini unutsa ham o'quvchini tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Siz sabab har mahal baland parvozim, baxtimga sog' bo'ling. Aziz ustozim, qarsigilar bo'lsin. Ana endi bayram tortlarini topshirib qo'yamiz.
Tabriklaymiz. Endi katta rahmat. Endi hozir xonadonimizga tashrif buyurganlarga endi oshga marhamat. yo'q, ko'rsatuvimiz eng shirin joyi turibdi. Mana shu joyini maza qilib ko'radigan joyi. Farzandlardan rozimisiz? Ming marta. Kelinlardan ham, o'g'illardan ham roziman. Men bunisini tushganiga 25 yil bo'ldi. Bunisini tushganiga 16 yil bo'ldi, bular tushganiga 10 yil bo'ldi. Hali biror marta sammanga borganimiz yo'q. Biror marta arazlashgan ham yo'q. Ona bola deymiz hozir ham. Allohga shukr shu qizlarni menga nasib qilganiga. Ular ham yaxshi, men ham yaxshiman-da. O'zimni bolamdek yaxshi ko'raman bularni. Mana eshityapsizlar, bu ota-onalaringni yaxshi tarbiyasini olib kelganliklaring uchun mana onajonlaring sizlarni yaxshi ko'rgan. Endi bizni ko'rib turgan o safardagi, musofirdagi o'g'illaringizni, hammamizni bir duo qiling. Ilohim sizlarga ham omadlaringni bersin, umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring, martabalaring bundan ham baland bo'lsin. Ilohim bolalarimga ham omad tilayman, umrlar uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. O'sha begona yurtlarda ishlab yurishibdi, sog' salomat bo'lib eshiklardan kirib kelsin. Xudo xolasa bir yildan keyin chubron to'ylarni qilish nasib qiladi. Sizlarga ham Xudo xolasa taklif qilamiz chubron to'ylarga. Ilohim hammalari sog' salomat bo'lsin. Safarga ketgan hamma bolalarimiz, bitta biznikilar bas, hammasi sog' salomat bo'lsin, omadlarni bersin. Do'stga zor, dushmonga muhtoj qilmasin hech kimni. Bemahal o'lim, quruq tuhmatdan Allohim o'zi saqlasin hammamizni. Ilohim qarilarga iymon bersin, yoshlarga umr bersin ilohim. Amin. Hozir bir quchoq chiroyli gulga maza qildingizmi? Juda. Endi men sanasini bilib oldim, 30-sentyabr ekan. Har yili mendan bitta chiroyli gul kelib mana shunaqa qilib sizni xursand qilib ketish nasib qilsin. Endi bayram deb bo'lsin. Tabrikingiz bormi? Gapirishsa qo'shnilar. Keling. Qo'shnimiz Opajonim, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Doimo tanijoningiz sog' bo'lsin. Umringizga, rizqingizga Alloh baraka bersin. Dasturxonlaringdan to'kin sochinlik, uylaringdan fayz baraka arimasin. Hayotning har lahzasi go'zal, umrning har dami g'animat. G'animat damlarda mana shunday quvonchli kunlaringiz ko'p bo'lsin opajonim. Yaxshi kunlarda, to'y-to'ychiqlarda doimo uylarimizda to'rida o'tirishingizni istaymiz. Sog' bo'ling. Hozirda jajji qizalog'imiz meni ham tabrigim bor deyapti. Qani? Qani? Buvamda bugun tug'ilgan kuni. Yaxshi gapiring. На русском языке рассказывай. Бабушка, поздравляю. Давай. Buvamda tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. С днем рождения. Barakallah. Qani? Buvajon yaxshi ko'raman, hech kim kasal bo'lmay. Itlar kasal bo'lsin, yuzlarga kiring. Davraga taklif qilamiz. Üzülüm zarda hayallarda, saçları anvardı şamallarda. İki yüzü kızargan, uyalganidan, yürekinem mazalardan. Arqning bo'yida, maysalar ochildi maloning o'yida. Kecha rosa o'ynabmi sadrning to'yida, ko'zlarim chaqnaydi muhabbat ko'yida. Malohat, menga bermagin jarohat, yuragimning davosi ey malohat. Shoh.
Kecha rosa o'ynab mastadirning to'yida ko'zlarim chaqnaydi muhabbat ko'yida Malohat menga bermagin jarohat Yuragimning davosi